Xitoy xabarlar to'rining 20-iyul Urumchidan xabar tarqatishicha, Urumchidagi Xinjiang san'at institutida Vantungshu muqam arxivxonasi muzeyi ochilgan. Bu muzey yangi binosining ko'lami 800 kvadrat metr bo'lib, buningda Vantungshuning xizmati va hayotiga munosabatlik 30 necha parcha surat, 10 magnitlik simliq ovoz lentasi va 12 muqam yurish muqam izohat qo'lyozmasi hamda yana 200 parchadan ortiq milliy chalg'u asboblari ko'rgazma qilingan. Xabardagi Xinjiang san'at instituti partiya komitetining sekretari Zhang Weiqingning so'ziga qaraganda, bu maktab Xitoydagi muqamda kasbiy ilmiy ma'rif bilan ta'minlaydigan birdan-bir organ ekan. U kelgusida biz muqam arxivining ommaviy madaniyat mulozimati sohasidagi rolini to'liq joriy qildiramiz va Xitoyning esil an'anaviy madaniyatiga varislik qilamiz va ilgari suramiz degan. Ma'lum bo'lishicha, Vantungshu bu yil 1-oyning 9-kuni Shaminda 100 yoshida vafot bo'lgan. 2022 yil 12-noyabr Xitoy davlat adabiyot to'rida Vantungshu Uyg'ur muqomini qutqizib olgan tunji kishi deb maqola e'lon qilgan edi. Xitoy tashviqotlarida 12 muqomni davomli Junxua Xalq Jumhuriyati qurilgandan buyon Kommunist partiya va hukumat Uyg'ur munavvar an'anaviy madaniyat meroslarini qutqizish va qo'g'dashga intayin ahamiyat berganligining bir isboti deb ko'rsatilgan. Xitoy materiallarida yana Vantungshu muqam san'atini qutqizib olgan tunji kishi deb ataladi deb tashviq qilgan edi. Tadqiqotchilarning qarashicha 12 muqomning notiga elinishi va qutqizilishi faqat uningli tuhfasi emas. Bu xizmatlarni shu Uyg'ur muqamshunos kompozitorlardan tashkillangan muqam qutqizish xizmat guruhi olib borgan. Amaliyotda bu haqda Uyg'ur klassik adabiyot va muqam tadqiqotchisi marhum professor Abdushukur Muhammad Iminning Uyg'ur xalq klassik muzikasi 12 muqam haqida sarlavhali kitobining 2-bobi 12 muqam tarixining qisqacha bayonida 1950-yillari 8-9 oylarda Urumchida 12 muqam va bir qism xalq naqshlari tunji qitim simg'a elindi. Bu ishqa peshqadam muqamchi Turdi Axun aka bilan uning o'g'li Hushur Axun, mashhur dastonchi Ro'zi Tambur, xizmat ko'rsatgan muqamchi Zihri Albatta, atoqli Uyg'ur naqshchisi Abduali Jarullayev, jumladan yo'ldosh Vantungshu'mi qatnashdi deyilgan. Turdi Axunning shu chog'da muqam nag'ma va nazmlarini eng to'liq va eng sop saqlagan peshqadam namoyanda ekanligi ta'kidlangan. Abdushukur Muhammad Iminning yozishicha, yana Turdi Axun akaning asli yurti Yangisar bo'lib, bir qancha avloddan beri muqamchilik bilan shug'ullangan. U yish cho'ngib qolganiga qaramay umrlik zo'r xushallig'i va iftixori 12 muqamni 24 soatda o'rindab chiqqan. Murad maqsadiga yetgan Turdi Axun aka 2 oy o'tgandan keyin olamdan o'tgan. Ro'zi Tambur, Qosim Al-Nag'milamu Turdi Axun aka bilan 1 yilda olamdan o'tgan. 12 muqamning notlari Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 10 yilligiga bag'ishlangan sovg'alarning biri sifatida 1956 yili Markaziy muzika nashriyoti bilan Millatlar nashriyoti tarafidan rasmiy 2 tomlik kitob qilib nashr qilingan. Uyg'ur 12 muqomining to'liq teksti va ohanglarini sistemalik ravishda rəddləş, muqamның qaytadan xalq ichiga yangi avlod muqamchilar bilan umumlashishidagi hal qilg'uchi shaxs umuman muqamni qutqizg'uchi kim degan savol tug'iladi. Bu qutqizg'uchi umrda bir jumla muqam aytishni bilmaydigan, hatto bir jumla uyg'urcha so'z bilmaydigan 1950-yillarda Uyg'ur eliga kelganda Uyg'ur milliy naqshi musiqalari, muqamlari va boshqalardan xabarsiz Vantungshu'mi yoki Uyg'ur 12 muqamini to'liq o'rindab ovoz lentasiga xotir qoldirgan hamda maxsus natchiligan shogirdlarni tarbiyalab muqamni miros qoldirgan muqamchi Turdi Axunmi? Bundaq muzey Turdi Axunga ichilish kerakmi yoki Vantungshu'gami? Turkiyadagi Uyg'ur akademiyasi vaqtchisi boshlig'i, Uyg'ur san'ati va madaniyati tadqiqotchisi doktor Farhod Qurban Tag'irtog'li vaqt to'xtalib, Uyg'ur 12 muqomining keyingi avlodlarga yetib kelishi va saqlanishidagi oshqushliq muzikant muqamchi Turdi Axun ekanligini ko'rsatdi. Qani yangi gap emas. Muqomniki Vantungshu bilan bog'lanib qolishning birdan-bir sababi bu Turdi Axun akani topgan odam Seyful Aziz
merkezdeki vaqtida bu Anton şu faqatla sanat maktabining bir o'qituvchisi noti bildi. O vaqtlarda Uyg'urlarning bu notini da yaxshi bilalar chiqmaganmi yoki bo'lmasa sevgilarinizning xizmat qulaylik olsun, ko'zimning oldida bo'lsin deb bunga bir vazifa bergan. Bu Xitoy buni tekshirish, qidirish ishlari qatnashmagan emas bu. Faqatla sevgilaringizni arif berganligi xomchotilar Anton shuni berib kelib shu notisini yozdi. Uning qilgan boshqa ish yo'q. Bu işte başka bu turda adamların cismini, izini, hemmisini öçürüp taşlayıp ahırızda 12 mukamının hatta Uygur 12 mukamı demeydi bunlar. Xitay klasik 12 mukamı ben şu devletler çıkan da tüyütüdü bunu ahırı. Şu an bu biraz haterlik aval, buna gayet ciddi der bir şey ama doktorlar karınıyor. Onun ki Uygurlarını bu işinki sırtını bırak koyup hem nasiye Xitay'da çıkmakçı yani. Tarat Qurban Efendi 12 muqamdak yurishleştirilgan bundaq zo'r hajmlik musiqa boyligining Uyg'urlarning insoniyat madaniyatiga qo'shgan o'chmas to'pisi ekanligini, uningga varislik qilishda eng avval Amanisa xon boshliq muqam ustozlarini andin uning bizgacha yaqinqi zamongacha yetib kelishida Tudaxun aka boshliq 12 muqamning sistemalik tadqiq qilinishi, saqlanishida rol o'ynayotgan faqat Uyg'ur xalqi ekanligini ta'kidladi. 13 muqam saqlab qolgan Uyg'ur Tudaxundan boshqa hech kimning to'pisi yo'q bu ishda. Bizning Uyg'urlar qo'llab qolgan narsa. Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik bilan tang madaniyat qirg'inchiligi elib berish bilan xalqaro kuchlik ayblanayotgan Xitoy yaqindan buyon Xinjiang Uyg'ur muqamiy xalq musiqa san'ati, Jungo madaniyati va san'atining rangdor qomusining muhim mazmunining biri deydigan safsatini har xil usullarda kuchaytmoqda. Xitoyda 12 muqam Uyg'urlarning emas deydigan safsatda xeyli burundan boshlangan edi. Xitoy hukumati 2019 yili 18 martda e'lon qilgan va xalqarada zo'r tanqidiy inkos qo'zg'agan Xinjiangdagi terrorlik va radikallikqa qarshi turish hamda kishilik huquqning qo'g'dilishi nomli oqtashlik kitobidami Uyg'ur elining azaldan Xitoyga tavalligi Uyg'urlarning 12 muqamni o'z ichiga olgan parlaq madaniyat meroslarining Xitoy madaniyatining ayrilmas bir qismi ekanligini ko'rsatgan edi. Arqadilla buningga masalda Xitoyning Weibo to'rida 12 muqam Uyg'urlarga tava emas degan safsatalar bayon qilingan bir yozma e'lon qilingan edi. Xitoy hukumatining Uyg'ur 12 muqomidagi musiqa qomusining Xitoy madaniyatining ayrilmas bir qismi ekanligidek safsatlarning ilgari surilishi ayni vaqtda chet ellardagi Uyg'ur ziyolilarining kuchli tanqidiga uchragan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan qo'g'diladigan g'ayriy moddiy madaniyat merosi qatoridan o'rin olgan Uyg'ur muqomlarining yaqinqi vaqtlardan buyon uchragan buzg'unchiliklar hatto g'arblik musiqa tadqiqotchilarini kuchli andishiga solmoqda. Bu haqda ko'plab tadqiqot maqolalarini yozgan Angliyadagi London universitetining professori Xitoy va O'rta Osiyo musiqa tadqiqotchisi Rachel Harris xonim o'zining Van Tongshu bilan ko'rishganligini eslab mundaq dedi. I actually met Van Tongshu when I was a student just arriving in the Uyghur region for the first time. Men Van Tongshuni bilaman. Texi Xitoyda o'quvchi vaqtimda men Van Tongshu bilan Urumchiga tunji qatim borganimda ko'rishgan edim. U nayt samimi odamdek ta'sirat qoldirgan edi. Menga tex yordam qilib, Qashqarga menga vaqtimda u joydagi munosabatli kishilar bilan ko'rishishim uchun tanishtirish xati yozib bergan edi. Uning bu yilning oldida vafot bo'lganligini anglab, ko'nglim yerim bo'lgan edi. Shundaqdimi bu muzeyning ochilganligi xabari meni bekim bearam qildi. Bu xuddi Xitoyning Uyg'ur madaniyati san'atidagi tartib olishning yana bir misoli xolos. Şomo bu xabardan ko'nglim g'ash bo'ldi. I was very sad to hear of his death earlier this year. But I am still quite angry to hear about this music. Professor Rachel xonim Xitoyning tunji qitim bundaq maqsadlik musiqa qurishi emasligini ta'kidlab, yana mundaq dedi. More example of Chinese researchers and cultural creators being elevated over Uyghurs. Xitoy hukumati Uyg'ur madaniyat san'at sohasidagi Uyg'urlarni yo'qotayotgan bir vaqtda bu xil Xitoy atalmish tadqiqotchilarni ularning o'rniga dastishni xeyli burunla boshlagan edi. Buning oldida Xitoy muzikant Wang Lobingni Xinjiang Naqshi podshoyi deb uning muzeyini Turpanga yaqin joyga ichib haykalini o'rnatgan edi. Bu shuning o'xshash maqsadda qurilgan. Bular hammasi faqat Xitoy hukumatining Uyg'ur madaniyat san'atini Xitoyning bir qismi qilib ko'rsatishga urinishi. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Uyg'ur madaniyati Xitoy bilan bog'lanmaydi.
u islomiy elementlarni o'z ichiga olgan O'rta Osiyo xalqlarining madaniyatiga yaqin. Ammo Xitoy yolg'iz bu Xitoy tadqiqotchi san'atchilarini ko'tarib tashviq qilib, muzey qurish orqali Uyg'ur muqam tadqiqotchilari, san'atkorlarining to'hfalari va o'rnini butunlay yo'q qilmoqchimi? Xitoy hukumatidan qeyni bu muzeyda asli bo'lishga tegishli Uyg'ur tadqiqotchilar, Uyg'ur san'atkorlar, ular qayerda deb so'rashimizga to'g'ri keladi. And the Uyghur researchers, where are they? Where are the museums to them? 1950-yillarda Uyg'ur 12 muqomini rətləş və yeni avlod muqamchilarni tarbiyalash xizmati Sharq Turkiston Cumhuriyetidan kelib chiqqan rəhbəri şəxslər və sənətkarlar tərəfindən tələb qılındı. Aslida 1947-1949 yillari Sharq Turkiston Cumhuriyeti davrida bu xizmatlar boshlanib bo'lgan edi. Natijada 1950-yillarda xalq ichidan mashhur muqamchi Todaxun qatorliq muqamchilar, muzikantlar Urumchiga taklif qilinib, buni rətləş ishlari boshlangan edi. Türkiyədəki mədəniyyət tədqiqatçısı Professor Doktor Sultan Mahmud Qashqari əpəndi bu xizmətlər haqqında mundaq dedi. Hele bu keyinki vakitte 12 mukamne zınaş milli harbinin kadrlarımı almış mukamlarını retleştiğe çıkarıp diken şairler, alimlerini çıkarıp. 12 mukamlarında bunayda rentada ile şu tudani kamlarındaki vefat opket ona köyünümüz çoğun oğandan. Bu şu tudani kamlı, zikri kamlarında şunu da anlaştığı var. Bundan da biz öyle hiç kaçanın Xitay'dan anlamda hiçbir emgiki yok. Bu Pırımka şu mukamlarının demeleri Elişir Navai'nin eserleri, Pırımka bizim klasik şairlerinin eserleri örneğin asası çeviriydi. Vay ben notu ağam şu Xitay'dan ben dikilip notu ağamdım. Sultan Mahmud akaning qarishicha, Xudoxun 12 muqomni saqlash va taraqqiy qildirish hatto tadqiq qilish uchun ishonchli tekst, ohang va musiqa notasi materiallari bilan ta'minlagan edi. Van Tunshu hech qachon Uyg'ur 12 muqomining qutquzg'uchisi emas va muqomchilikdagi birinchi shaxsmi emas. Qutquzg'uchi deyish to'g'ri kelsa, Xudoxun va Uyg'ur xalqining o'zidir. Müştüzani kabul kutmazgıcı, bizim mukamimizin saklap gelişte mühim gayret gösterken bir peşva, mühim rol oynayan insan. Muzey hiç doğru gelse, Müştüzani kabulun namı geçiriş gerek. Ben de hem de Xitay yüzümüz psikolojik. Ahırdan tırmılap bu Xitay'daki şu mukamimizi icra kılıp Uygurlar pısını günü vağı pısını tutuştu. Yapmayın. Onundan keyinki yerim asrdan uzun vaqt Uyg'ur elining janub shimolida va O'rta Osiyo qatorliq o'xshamagan joylarda izchil davomlashib kelayotgan 12 muqomni cho'nqirlab, tezib ratlash, tadqiq qilish natijasida yanala muqamchi Turdiaxun akaning musiqa o'rinlash va naqshi aytishni asos qilgan 12 muqom kuylarining eng mukammal va butunlay to'g'ri ekanligi isbotlangan edi. Gulchehra tayyorladi.